Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. Xolasa Xitoydan kelgan zavodskiy apparatlarimiz o'zimiz firmaga ketib keldi. Hop, motorlari 3 kW 3000 оборотli yangi motor qo'yilgan, pichoqlari universal. Yo'qmi turib? Pichoqlar ko'rinishi malatgo'y hamda segmentli pichoqlar. Donishon qopqoqlari o'zimizga o'xshab zakaz qilingan. Hop, setkalari mana. Shu un holatda chiqaradigan setkasi, yorma qilib beradigan setkasi. Shu yan tag'larga, ana qashqalarga. Bu setkani olib qo'yib turib ham chiqarsa bo'ladi. Tashlashini ko'ringchi. Apparat ishlashi. Xolasa o'chiraver. Bo'ldi, o'chiraver. Optim va donaga telefon qilaverasizlar. Optimga ham donaga ham narxlarni kelishtirib chiroyli qilib beramiz.